Hurmatli do'stlar, bugun 4-iyun sanasi, kechki soat 6:45. Mana bozordan qo'lbola usulda urug'i olingan va ko'chat qilib yetishtirilgan o'sha ko'chatlarni, suvli pomidorlarni ro'zg'orimiz uchun, kelajakda o'sha banka yopish uchun ekkan edik. Suvli pomidorlarni mana bugun chopig'ini qilib, chopiqdan oldin o'sha azotli o'g'it, kaliyli o'g'it hamda super fosfat berib chopiq qilib, demak mana bo'g'inlariga biogumusni mana shu holatda sepib chiqdik. Mana ikkita tomoniga ham. O'sha biogumusni sepayotganda nimaga e'tibor berish kerak? Albatta, pomidorning bo'g'ini bilan kontaktda bo'lish kerak. Bu yerga to'proq tortilgan paytda agar ortiqcha nam bo'lsa, bo'g'inda chirish kasalligi bo'ladi. Agar biogumus dehqonchilik bo'lsa, demak biogumuslarni berib, ustidan tuproq tortadigan bo'lsak, biogumus bu drenaj vazifasini bajaradi va ortiqcha suvni yo bug'lantirib yuboradi yoki pastki tomonga tushirib yuboradi va bo'g'inni chirish kasalligidan mana shu tariqa saqlaydi. Ya'ni o'sha bo'g'in atrofi havodor bo'lib turadigan bo'lsa, demak maqsadga muvofiq bo'lar ekan. Xo'p, kalta egatimizda mana yarim tomoni, o'ng tomondagi bu behol rozvoy pomidor, chap tomondagi Volgograd. Mana chopiq qilib bo'g'iniga biogumus sepib, bo'g'iniga to'proq tortgandan keyin mana shunday holat hosil bo'ldi. Bu suvni o'chirganimizdan keyin, xudo xolasa, oxirgi ishi qoladi o'sha egatlarda. Ya'ni egatning ichidan yurgan paytda qotib qolmasligi uchun bu yerga o'sha ayrim ozuqalar, ya'ni oltin gugurt hamda demak kaliy nitratdan sepib, demak kultivatsiya qilib, undan oldin ozroq biogumus sepib ham keyin kultivatsiya qilib, bu yerda o'sha qotib qolishining oldini olishga harakat qilamiz. Demak, oltin gugurt oldin sepilmagan edi o'sha tomorqalarimizga. To'g'ridan-to'g'ri ko'chatlarni ekkan edik, tayyor bo'lmagan yerga. Shu sababli endi kech bo'lsa ham oltin gugurtni beramiz, juda foydasi katta. Xo'p. Endi qo'lbola urug'larni shu asosan qiladigan ishi bu rivojlanish emas ekan, shu orqaga qarab ketar ekan. Qo'lbola urug' bo'lganligi uchun bular virusga, turli xil kasalliklarga qarshi emlanmaganligi uchun juda ham bularni parvarish qilish qiyin bo'ldi. Endi bularni qiladigan ishi asosan gul to'kish bilan mashg'ul bo'lar ekan. Keyin bir hazil gap bor, o'sha qattiqroq aksirib yuborsa, demak kasallikka chalinib, stressga uchrab, mana shunday orqaga ketish bilan mashg'ul bo'lar ekan. Shuning uchun o'sha urug'larni ekayotgan paytda albatta qimmatroq bo'lsa ham kasalliklarga, virusga emlangan qimmatroq urug'lardan ekishni tavsiya etib qolaman. Sababi endi bularga juda ham ko'p qaraganmiz, lekin effekti kam bo'lyapti. Lekin hosil bor. Bir bo'g'inda shu 4 ta, 5 ta gullaydi ekan. Shundan bitta yoki 2 donasi ushlab qolar ekan. Bitta mana birinchi yarusda 2 dona, 1 2. Ikkinchi yarusda ham mana 2 dona. Bitta ikkitadan ko'p, kamdan kam holatlarda ushlar ekan. Boriga baraka, shu hisobda ham biz shu bitta ko'chatdan shu 1 kilodan oladigan bo'lsak ham, bu yerda 300 dona, 350 dona ko'chat ekilgan. Ro'zg'or uchun menimcha yetadi. Bo'lmaganda 1 kilo, agar bundan buyog'iga mana dorilardan so'ng, mineral o'g'itlardan so'ng bularni rivojlanishi yaxshilanib, hosildorligi agar ortib ketadigan bo'lsa, 2 kilogramm atrofida biz pomidor olamiz. Xo'p, bugungi qilayotgan ishlarimiz mana shulardan iborat edi. Endi keyingi qiladigan ishlarimizni ham o'sha egatning ichidagi ishlarimizni aytib o'tdik. O'sha barglar orqali keyingi ishlarimizda o'sha suspenziya qilamiz. Mana barglarni ahvoli juda ham bir ko'rimsiz hamda yaxshi holatda emas. Sababi bunga hozir ekilgandan beri temir berilgani yo'q. Xo'p, asosan shu o'rgimchak kanallarga oltin gugurt sepish kerak.
Demak, bariqdan biz temir xelat berishimiz kerak, magniy hamda kaliy, kalsiy ozuqalarni valik masalan berishimiz kerak. Ana undan keyin o'sha bariqlar juda ham yosharib, yashil va to'q qoramtir yashilga kirishini ta'minlaymiz mana shu tariqa. Demak, shu bilan o'sha bu yerda o'sha 1,5 jo'yak pomidorimiz bor. Ishi deyarli yakunlanadi. Keyin qurt tushadigan bo'lsa, qurtlarga qarshi kurashishga harakat qilamiz. Sekinlik bilan endi bularni pishishiga ham taxminan 1 hafta 10 kun atrofida vaqt qoldi. Oldi chiqib boshlaydi. Agar o'sha kimda uyda tomorqa bo'ladigan bo'lsa, albatta kuniga 1 soat, 2 soat vaqt ajratib ro'zg'or uchun, demak, ro'zg'orga kerak bo'ladigan shu dehqonchiliklarni ozginadan eksa ham juda ham bir buni gashti, zavqi boshqacha bo'ladi. Mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bir egat uzunligi taxminan 12 metr atrofida qo'l bola usulda o'zimizning jaydari baqlajonimizni ekkan edik. Mana oldi nishona berib qoldi. Endi birinchi yarusda mana shunday qiyshiq holatda bo'ladi hosili. Sababi o'sha yerga tekkanligi uchun unda qishayish biroz bo'ladi. Lekin ro'zg'orga ketaveradi mana. Shuni nishona berib boshladi. Bularni ham sekinlik bilan ro'zg'orga o'zimiz qovurib yoki ovqatga solib ishlatamiz. Xudo xolasa mana yana bir jo'ya bolgar ekkanmiz, qizil bolgar. Endi bularga oldida o'sha qulupnoy bo'lganligi uchun yozda hosil bermaydi deydi. Bitta yarimta ish qilib chiqib turar ekan qulupnoydan ham. Qulupnoyni oldiga ekkanimiz uchun o'sha qulupnoy ko'p suv ichgani uchun bu yerda bo'g'in chirish kasaliga uchrab, ayrimlari o'lib ketgan. Mana bularda ham o'sha bolgarlarimizni oldi hosilga kirib qolgan. Bularni ham endi sekinlik bilan ishlatsak bo'ladi. Mana Alloh barakasini bersin. Shunday holatda. Shuning bilan bugungi videomizga yakun yasaymiz. Mana bugungi qilayotgan ish jarayonlarimiz bilan ozroq tushuncha berib o'tdim. Hurmatli do'stlar, yaxshi kunlarda uchrashguncha salomat bo'ling deb qolaman. Omon bo'lingizlar.